Bu yoqdagi o'lchamimiz bor ekan. Hop, 22 ni qo'yib olsak. Buniki tega tekis yozib olishim kerak. 3 ta teshik bor ekan mana bu joyda. Sal tepaga chiqib ketdi. 5 enter. Hop, 3 tesh. Hozir sal tepaga chiqib ketdi. Buni to'g'rilab qo'yamiz. Bosamizda. Shuni bosib, sekin pastga tushirib qo'yamiz. Mana. Buni ham suzib oldik. Mana buni ham endi o'sha ISO 25 dan aylana uchini o'zgartirib qo'yamiz maxsusga. Bu ham stilkan ichkaridan qo'yib beradi. Hop. Agar 68 ham ichkariga olaman desangizlar, mana joy bor bu yerda. Mana bu joyda 68 qo'yib qo'ysak bo'ladi ichkariga. Bu ketdi. Menimcha hammasiga o'lcham qo'yib bo'ldik. Bu qo'yildi, 45 qo'yildi. Oxirida mana 85 qo'ygan ekan. 85 o'lchamni hop, nuqtadan nuqtagacha olamiz endi. Mana bu nuqtadan bu nuqtagacha 85 o'ng tugmani bosib MTX bilan kirib borsangiz ham bo'ladi bunga. Yoki agar o'lcham qo'yib bo'lgan bo'lsangiz, ustida 2 marta mana o'lcham qo'yishdan chiqib ketdimda, ustida 2 marta bosamizda ichiga kiramiz va simvoldan diametr simvolini qo'yib qo'yamiz. Ya'ni mana bu ko'rinishga keldi diametrimiz. Bo'ldi, shu bilan mana bu ikkinchi ishimiz tugadi. Nima savolingiz bor? Safarim, savollaringiz bormi? Endi buni 3 o'lchovli ko'rinishga olib kelmoqchi bo'lsangizlar, u narsa kerak emas, hozir shuni chizinglar faqat. Hozir 40 minut qolibdi. Ikkinchi ishni ko'rsatib bersam, vaqt yetar ekan. Endi keyingi ishni ko'ramiz. Buning uchun ikkinchi ishga o'taman va buni kopiya qilib olaman Windows Shift S bilan. Buni tezroq bajaraman. Xo'p, kopiya qilib oldim. Ctrl+V. Mana listga joylab oldik. Mana shu nuqtani koordinat bosh qilib olaman. Koordinat bosh qilib. Ya'ni mana bu joyda shunday bitta ikkita chiziq chizib olaman. Xo'p. Mana ikkita chiziq chizib oldim. Kattaroq qilib chizsam bo'lar ekan. Bu chiziq davomida bu bor ekan. Taxminan chizdim. Qanchadir yon tomonlardan ahamiyatsiz. Asosiy ikkita chiziq kesishib, menga bitta nuqta berish kerak. Mabodo ko'p pastga tushib ketgan bo'lsa ham yo tepaga chiqib ketgan bo'lsa ham move bilan men kerak joyga surib olishim mumkin. Hozir men ikkita chiziq kesishtirib, mana shuni hosil qilib oldim. Endi nima deyapti bu? 164 pastga tushsangiz deyapti. Mana bu chiziq bilan kesishganda gorizontal chiziq chizsangiz bu markazi berar ekan. Shunda 164 bo'lsa, offset tanladimda 164. Mana qiymat kiritib, enter tugmasini bosaman va bu chiziqdan 164 pastga nusxasini oldim. Shu bilan endi mana bu chiziq kelib chiqdi. Endi aytyapti 68 bu yoqda bitta chiziq chizsangiz deyapti. Bu markazga kelib chiqar ekan. Offset 68 enter. Bundan 68 bu yoqqa chiziq chizsam va chiziq ustiga bosamanda buni qisqartirib qo'yaman. Mana bu mana ikkita chiziq kesishib, mana 68 bilan bu berdi, buni berdi. Endi 41 bu yoqqa nusxasini olsak bundan. Shunda bu chiziq davom etadi, mana bu chiziqni beradi. Offset 41 enter. Mana. Menga bu yoqda kesishma kerak emas. Asosiy menga endi bu yoqda kesishma kerak. Mana bu chiziq kerak. Endi bundan tepaga, mayli buni kesib turing. Mana bunday qilib nur chiqargandan keyin o'stirib qo'ydim. Va endi bundan tepaga nusxa olaman. 72. 72 enter.
Mana. Mana bu yoqda kesishib, mana bu joyda kesishib. Buni ham qisqartirib qo'yaylik, sizlar chalg'itmasin. Mana shunday qisqartirmaslik kerak. Mana bunday markazga keltirib qo'yish kerak. Va bu yoqda ham mana markazga keltirib qo'ydim. Bu yoqqa o'tib ketdi. Hech qisi yo'q. Bu chiziq yo'q endi. Mana shunga tegmasa bo'ldi, xalaqit bermasa bo'ldi. Hali mana bu yerda ozgina joy ham bor ekan, ozgina surib olib qo'ysak bo'lar ekan. Asosiy mavzu qilsa bo'ldi. Mana bu markazga kelib chiqdi. Mayli, buni ham qisqartiraman. Sizlarga yaxshi tushunarli bo'lishligi uchun qisqartirib qo'ydim. Mana bunday qilib markazlarni bitta nuqtaga keltirib qo'ymayman. Shu nuqtalarda aylanib chiqsam, hozir chizmam ancha qismi tayyor bo'lib qoladi. Boshladim. Birinchisi, bu yoqda radius 20 lik aylana bor ekan. 20. Ichida diametri 22, 11 ga teng aylana bor. Bu chizildi. Bu yoqda diametri tashqari 30, 30, radiusi ichkarisi diametri 30 deyapti, 15 ga teng. Probel tugmasini bossangizda qaytadan ishga tushirib beradi. Aylanani tanlab o'tirish shart emas har gal. 15 enter, bu topildi. Bu yoqda radiusi 24 lik bor, tashqaridagisi 24, ichkaridagisi endi bu yoqda nechta degandi? 3 ta degandi. 1, 2 ta, 3 ta. Shunda bu ham 11 ekan. Bu ham 11. Keyin bu yoqda albatta 11 lik bor, yana bitta va tashqaridagisi 33 diametri. Va 33 bo'lingan 2. Mana. Bu ham chizildi. Endi nima qilamiz? Mana bu markaz bilan bu markazni, mana bu markazdan bu markazgacha chiziq tortilgan. Mana chiziq tortilgan. Asosiy mana shu o'q chiziq kerak bizga. Mana. Ko'p aytyapti endi. Mana bu chetidan bu chetigacha bo'lgan masofa deyapti 40 ga teng. Shunda o'qqa nisbatan bu yog'i 20, bu yog'i 20 mi? Mana offsetdan foydalanaman endi. 20 qiymat olib olamiz unga. Va bundan bu yoqqa 20, bu yoqqa 20 chizib oldim. Endi mana bu joyda 15 deyapti, mana 15. Bu tam radius. Bunga urinma, bunga urinma, 15 enter. Mana qaychi bilan kesib boring, kerak emas joylarni. Chalkashga ketmaymiz. Mana bu hosil bo'ldi. Endi bu yog'i. Mayli, bu yoqdan boshlab ketaveraylik. 100 deyapti. Tam bu yoqda 100. Mana bu ham kelib chiqdi. Mana bu yoqda uzdim, bu yoqda uzdim. Endi qolganini o'chirish bilan o'chiraman. Bu yerda qancha kesishni bilmayman. Bu ham kelib chiqdi. Endi bu yoqqa keldik. Mana bu nuqtada 192 lik aylana bor ekan. Mana bu nuqtada 192 lik aylana chizilishi. Bir xato ketdimi? 190. 92 ekan, 192 debman. Agar aylanma noto'g'ri chizib qo'ygan bo'lsangizda, mana ustida 2 marta bosib 92 o'zgartirsangizda kichaytirib qo'yadi mana. Va buni chizdik. Bu bilan endi mana bu uringan. Mana bu 15. Yana tam buni urinma, bunga va bunga 15 radius aylana uringan. Bu ham chizildi mana. Trim, buni o'chiramiz, buni o'chiramiz. Mana buni o'chirdik va buni o'chiramiz. Buni o'chirib tashlayman delete bilan. Bu yerga kelib chiqdi. Endi bu yoq qoldi. Endi bu yoq qanaqa chizilyapti? Xo'p. Endi bizda bu markazda mana bu aylana chiza olamiz endi. Mana bu aylana chiza olaman. Bu aylana bu markazda joylashgan ekan. O'shaning uchun mana bu markazda aynan buni aylana markazini topolmayotgan bo'lsangiz, yo ustiga kelsangizda mana markaz topiladi. Xo'p, necha ekan bu? 50 ekan. 50 enter. Ya'ni bizga mana bu topildi. Mana bu topildi. Endi keyingi markazimiz. Endi mana bu markazga nisbatan topamiz buni. Buni markazini bu aytyapti. Mana bu aylanaga 144 lik aylana kelib urinyapti. Bunga mana bu joyda muhim nuqta bor ekan. Nimaga chiqmayapti desa, mana bu joyda muhim. Mana buni markazi aytyapti 10 mm
pastda joylashgan va bunga 15lik yoy urinatyapti. Bu holatda endi mana offset 10 enter qilib oldimda bundan pastga tushib oldim. Aynan mana bu chiziqda yotadi. Mana bu urinma radius 15 ni markazini topmoqchiman. Va bu 15 bunga urinadigan bo'lsa endi offsetni boshqatdan tanlayman-da 15 enter. Bundan ham bu yoqqa 15 chiziq chizib olaman. Mana shu ikkalasi kesishgan joy mana shu nuqta shu. Mana shu nuqta. Ha, bu yerda misol uchun men bitta radiusi 2 millimetrlik aylana chizib oldim. Xo'p. Men markaz qoldirish uchun qolgan joyini o'chirib tashladim. Mana bizni aytgan o'sha qidirayotgan nuqta mana shu nuqta bo'ldi. Ana endi shu nuqtada men radiusi 15 ga teng aylana chizsam bunga urinib o'tadi. Endi bizga hozir mana bu xalaqit berar ekan, buni o'chirib turaylik. Mana bu 30 50 ga o'chirib turdim. Buni chizib olishim kerak. Endi bu yoq oson endi. Tantandan. Bizga bu yoqdagi chiziq kerak emas. Buni o'chirib turamiz. Mana bu chiziq kerak emas endi. Mana bunda bo'lib, bunaqasiga o'tib ketish kerak aylana. Tantan 144 ekan. 144 bunga urinish kerak va bunga urinish kerak. Radiusi 144 bo'lsin. Mana kelib chiqdi. Xo'p, buni o'chiraman. Bu yoqdan buni o'chiraman. Bo'ldi, bu yoq endi oson. Mana bu kelib chiqdi. Endi mana bu joy 26 deyapti. Offset 26 enter. Mana bu kelib chiqdi endi. Mana bu kelib chiqdi. Bu yoqda endi boyagi 50 chizamiz. Buni markazida 50 enter. Mana bu kelib chiqdi endi. Bu yoq endi bu yoq oson. Bu yog'i filletdan bersangiz bo'ladi yo tantandan bersangiz bo'ladi. Mana radius 8 ekan bu yoqda. Bunga urinadi 8 enter. Mana bu yoq kelib chiqdi. Bu yoq ham 8. Xo'p, tantan bunga urinadi 8 enter. Mana bunga urinadi 8 enter. Bo'ldi. Mana bu chiziqimiz kerak bo'lar ekan. Mana oson chizildi. Endi qolgani boyagi ishga o'xshatib, kerak emas chiziqlarni o'chirib, 2 millimetr katta qilib chiqasizlar, tashqariga chiqarib chiqasizlar. U chiziqlarni, chiziq yo'g'onliklarini berib chiqasizlar. Qarabsizki, o'lcham qo'yib chiqasizlar. Hammasi berilgan o'lchamlar. Shu bilan bu ish ham tayyor bo'ldi.